Azerbaycanның 2018-yildagi harbiy kuchi. Rus imperatorluğu 1918-yili vayron bo'lgandan keyin shu yili Azerbaycan Demokratiya Cumhuriyeti qurilgan. 1991-yili Sovet birligidan to'liq ayrilib mustaqil bir davlat bo'lgan. Azerbaycan shu vaqtning o'zida tinchlik uchun o'rtaq bir lohiyada Shimoliy Atlantik ahdi tashkiloti bilan birlashgan. Azerbaycan Sharqiy Yevropa va mustaqil davlatlarga qaraganda ijtimoiy va iqtisodiy sohada taraqqiy qilib, ma'arif sohasida yuqori saviyaga yetdi. Ham o'z navbatida Azerbayjonda ishsizlik va o'zini o'ltirib olish nisbati bir qadar tuvan. Azerbaycanni alohida qilgan taraf bo'lsa, tabiiy gaz, neft va temir qatorliq boylik manbalariga ega bo'lganligidir. Azerbayjondagi xalq shu qadar yoshki, xalqning %60% 30 yoshdan tuvan. Azerbayjonning milliy tanharakati bo'lsa, erkin chelishdir. Azerbayjonda hozir 10 million kishi yashamoqda. Harbiylikka kirganlar 3 million 800 ming. Askarlik vazifa o'taydiganlarning soni 150 ming. Lekin shuni unutmasligimiz lozimki, bugun Iran nüfusining taxminan %40% Azerbayjonliklardir. Bu sababdan Azerbayjon nüfusining ko'p qismi Ironda yashamoqda. Askar soniga qaraydigan bo'lsak, Azerbayjonda hozir 510 ming askar bor. 210 mingi tayyor holatda. Zapas askari 300 ming. O'tgan yili, ya'ni 2017-yili eng oz deganda 200 ming askari ortiq edi. Ammo 2018-yili Azerbayjonning ahvoli muqimlashdi. Shunga askarlarning soni azaytildi. Havo armiya kuchi. Azerbayjonda 185 havo quroli, 130 urush aeroplani, 33 hujumchi aeroplani, 75 yuktak to'shish aeroplani, 19 mashq aeroplani, 100 urush tikuchar aeroplani, 60 hujumchi tikuchar aeroplani bor. Va shu vaqtning o'zida havo armiyasida jam'i 8 ming xizmatchi xodim mavjud. Quruqliq armiya kuchi. 2018-yili Azerbayjonda jam'i 775 tanka, 1590 Beronovik avtomobil, 420 zenit top, 240 tartma top, 420 ko'p xillik raketa atqushlar mavjud. Quruqliq armiyasida 80 ming xizmatchi xodim bor. Endi dengiz armiya kuchiga nazar solaylik. Azerbayjonning umumiy 31 paraxod kuchi, aeroplan qo'nish kemasi 6, qo'g'divchi paraxodi 1, dengiz aviatsiyasi 8, suv osti paraxodi 4, sahil bexatarlik paraxodi 13, mina qo'yg'ichi paraxod 7, dengiz armiyasida 5000 xizmatchi xodim bor. Endi boshqa tafsilotlarga nazar solaylik. Azerbayjonning mudofaa xamchuti 7 milliard dollar, oltin va tashqi pirvit zapas boyligi 12 milliard dollar, sotib olish kuchi 250 milliard dollar. Azerbayjonning yer ko'lami 86600 kvadrat kilometr. Azerbayjonning qo'shinni alohida qilgan taraf bo'lsa, qayerda bo'lsin eng yuqori saviyadagi qo'mondonlarning dunyoning eng xatarlik alohida qismlaridan biri bo'lgan Spitnaz alohida qismidan kelganligidir. Dunyo askarlarini redga tizganda Azerbayjon 58-qatorda bo'lib, o'tganki yilga qaraganda xeyli oldingi qatorga o'tgan. Dunyoda tunji neft burg'ulash mashinasi 1847-yili Absharun, ya'ni Azerbayjonda yasalganligidan xabaringiz bormi?
Azerbaycan, Ukraina, Pakistan, Amerika ve Türkiye qatarlıq dövlətlərinin hərbi əlaqəsi nəhayət yaxşı. Hem bu dövlətlər Guam təşkilatıga əzadır.